Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aziz dindoshlar, yurtdoshlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislari bizni hayotimizni tubdan o'zgartiradi desak, mubolag'asiz bo'ladi. Bugungi kunda ijtimoiy illatlardan bittasi duoyi-bad qilish, o'zgalarni la'natlash, mana shu yo'lda haddidan oshishlar ko'payib qolyapti. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytayaptilarki, o'zlaringiz haqqingizga duoyi-bad qilmang. Farzandlaringiz zarariga duoyi-bad qilmangiz. Mol mulklaringiz haqqiga duoyi-bad qilmangiz. Alloh tomonidan bo'lgan ijobat soatlariga duoyi badingiz to'g'ri kelib qolsa, duoyingiz ijobat bo'lgay deb marhamat qilyaptilar. Endi savol tug'ilishi mumkinki, birov o'zini o'zi qarg'armidi degan savolga shoshilmay turingki, ajablanishimizdan oldin musulmonchilikni da'vo qiluvchi xonadonlarga hayolan bir sayohat uyushtiramiz. Qarangda, ba'zi birlari shunday gaplarni qo'rqmay gapiryapti. Ya'ni qo'ling sinsin, qo'lginang irib ketsin, oting o'tsin, padaringga la'nat, Xudo ursin, jin ursin, basharang qursin, didoring qursin, abting qursin, qurib ketgur, yashamagurlar, battar bo'l, badbaxt bu kuningdan beshbattar bo'l, yoki bo'lmasa og'zingdan qoning kelsin, aqling qurisin beparosat, baloga giriftor bo'gur, juvonmarg bo'gur, yer yutkur, bu kuningdan o'lganing 1000 marta yaxshi, hayotdan to'ydim, agar gapim yolg'on bo'lsa til tortmay o'lay, qo'shganing bilan qo'shmazor bo'lgin, tirjaymay o'l, kuydirgan kalladek tirjaygani tirjaygan, tirnoqqa zor bo'lib o't. Mana bu qarg'ishlar hammasi bandalarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi bo'lib, tahqirlab aytiladigan mol, eshak, ho'kiz, latta, landavur, san odam bo'lmaysan, baribir shunga o'xshash tillar odatlanib qolgan so'kinishlar, qarg'ishlar oilalarda aylanib turadi. Ertalabdan kechga qadar farishtalar Allohning dargohiga qo'llarini ko'tarib amin, amin, amin deb turishadi. Farishtalarda aminiga mana shu tildan chiqqan, yuqorida sanab o'tgan so'zlardan birontasi to'g'ri kelib qolsa, ijobat bo'lsa, nima bo'ladi? Buni zararini kim tortadi? Kim ko'taradi? Demak, o'zini o'zi qarg'ish, o'zini o'zi badnom qilish mana shu tilidan tiliga erk berib, har xil gaplarni gapirishlik bilan bo'ladi. Shuning uchun azizlar, har bir o'rinlarda ota bilan ona farzandini haqqiga har xil gaplarni gapirib yuborishlikdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Agar o'sha gapirilgan gap haligi farishtalarning ominiga to'g'ri kelib ijobat bo'lib ketsa, o'sha farzand qo'li qurishi, boshi yorilishi, badbaxt bo'lishligi, bebaxt bo'lishligi har bir insonni tilidan chiqayotgan
gaplar evaziga bo'lishligini esdan chiqarmasligimiz zarur bo'ladi. Shuning uchun azizlar, bir ayol qizlari befarzand bo'lib, farzand ko'rmaganda vafot etayotgan vaqtida aytgan ekanki, "Men shu qizimni ko'p sho'xliklik qilganda, o'yinqara bo'lganda, meni singari bir farzandni orqasidan yugurmagin deb qalbimdan o'tkazuvdim. Shu qizim 2-3 turmushga chiqqan bo'lsa, hali bir farzandini orqasidan yugurgani yo'q. Alloh taolo hamma onalarga farzandini orqasidan yuguradigan baxt bersin, farzand bersin" deb yig'lab duo qilgan ekanlar. Shuning uchun azizlar, inson o'zini o'zi qarg'ab, o'zini o'zi duoibat qilib qo'yishlik ehtimoldan xoli emas. Alloh taolo barchalarimizni tilimizni ehtiyot qilib, qalbimizni ehtiyot qilib yurishlikni hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va